Obunachilarim tomonidan eng ko'p so'ralgan merengue rulet retseptini sizga eng oson usulda o'rgatib qo'yaman. 6 dona tuxumni oqidan sarig'ini ajratib, oqiga shakar qo'shamiz. Videoda ko'rganingizdek qaynoq suvning ustiga idish bilan qo'yib, shakarini obdon eritamiz. So'ngra suvdan olamiz, mikserning o'rtacha tezligida 9-10 daqiqa tinimsiz mikser qilamiz. Shunaqa oqmaydigan, qattiq pik holatga kelgach, listga solamiz. Ustini tekislab, ko'rganingizdek kichkina qoshiqcha yordamida shakl beramiz. 130-140 gradusda duxovkada pishirib olamiz. Pishib bo'lgach yaxshilab sovutamiz. Kremi uchun qaymoq va sifatli sug'ishonli molokodan solib, plombirning essensiya qo'shib mikser qilamiz. Kremimiz tayyor bo'lgach, sovib bo'lgan bizemizni ag'darib, orqasiga krem suramiz. Yoqtirgan mevalaringizdan solib, bizeni sekin-astalikda o'rab olamiz. Olib qo'ygan kremimizni ustiga chiroyli qilib chiqazamiz va o'zingiz xohlaganingizcha bezatib olishingiz mumkin. So'ngra muzlatgichga 1-2 soatga qo'yib yuborsangiz kifoya. Og'izda erib ketadigan, zakazlarga tayyorlasangiz sizga daromad keltiradigan merengue ruletimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqqan bo'lsa bir dona like esdan chiqmasin.